Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun siz bilan 100 sonning natural bo'luvchilar soni, natural bo'luvchilar yig'indisi, tub bo'luvchilar soni, tub bo'lmagan bo'luvchilar soni, butun bo'luvchilar soni va butun bo'luvchilar yig'indisini topishni o'rganib chiqamiz. Qanday qilib topamiz? Demak, birinchi bo'lib 100 sonni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. Demak, 100 sonni tub ko'paytuvchiga ajratadigan bo'lsak, 2 ga bo'lamiz 50, 2 ga bo'lamiz 25, 5 ga bo'lamiz 5, 5 ga bo'lamiz 1. Demak, 100 degani 2 ning kvadrati va 5 ning kvadrati. Ana endi natural bo'luvchilar sonini topamiz. Natural bo'luvchilar sonini topish uchun uning darajalariga 1 qo'shib ko'paytiramiz. Darajalariga 1 qo'shamiz. Demak, 2 ga qo'shamiz 1 ni, yana bu daraja 2 ga qo'shamiz 1 ni. Demak, 3 bo'ladi, 3 bo'ladi. Demak, natural bo'luvchilar soni 9 ta bo'ladi. Keyingisi natural bo'luvchilar yig'indisini qanday qilib topamiz? Natural bo'luvchilar yig'indisini topish uchun darajasiga 1 qo'shamiz, ya'ni 2 ni ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, 2 ni uchinchisi bo'ladi. Ayiramiz 1 ni va yana bir marta o'zidan 1 ni ayiramiz. Ko'paytirilgan 5 ning ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, darajasiga 1 qo'shamiz. 5 ning uchinchisi minus 1 taqsim 5 minus 1. Demak, 2 ning uchinchisi 8, 8 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak, 7, 7 ni 1 ga bo'ladigan bo'lsak, 7 bo'ladi. 5 ning ikkinchisi 25, 25 ning uchinchisi 125, 125 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak, 124, 124 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 31 bo'ladi. Ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsak, 217 bo'ladi. Demak, 217 bizda natural bo'luvchilar yig'indisi bo'lar ekan. Demak, tub bo'luvchilar sonini qanday qilib topamiz? Tub bo'luvchilar soni siz tub ko'paytuvchiga ajratganingizda asosda nechta son bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kanonik yoyilmadagi asosda nechta son bo'lsa, shuncha tub bo'luvchi bo'lar ekan. Demak, tub bo'luvchilarimiz 2 ta bo'lar ekan. Ana endi biz tub bo'lmagan bo'luvchilar sonini topishimiz kerak. Tub bo'lmagan bo'luvchilar sonini qanday qilib topamiz? Umumiy barcha bo'luvchilar soni, demak, natural bo'luvchilar soni hammasi, uning ichidan tublarni ayirib tashlasak, tub bo'lmaganlari kelib chiqadi. Ya'ni tub bo'lmagan bo'luvchilar sonini topishimiz uchun natural bo'luvchilar sonidan tub bo'luvchilar sonini ayirishimiz kerak. Natural bo'luvchilar sonimiz 9 ta, tub bo'luvchilar sonimiz 2 ta, demak javobimiz 2 ta bo'lar ekan. Butun bo'luvchilar sonini qanday qilib topamiz? Butun bo'luvchilar soni, demak, butun bo'luvchilar sonini topishimiz uchun natural bo'luvchilar sonini 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Masalan, 100 soni bo'luvchilar bor. 2, 4, 20 yoki 10 va hokazo shu sonlar bo'ladigan bo'lsa, butun bo'luvchilar soniga undan tashqari minus 2 bo'lishi mumkin yoki minus 10 bo'lishi mumkin. Va bu degani natural bo'luvchilar sonini 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Natural bo'luvchilar soni. Natural bo'luvchilar sonimiz 9 ta, demak, butun bo'luvchilar sonimiz 18 ta bo'lar ekan. Demak, butun bo'luvchilar yig'indisini qanday qilib topamiz? Demak, butun bo'luvchilar, demak, 100 sonning butun bo'luvchilari, ular bir-biriga qarama-qarshi sonlar bo'ladi. Masalan, 2 bo'luvchisi bo'ladigan bo'lsa, minus 2 ham bo'luvchisi bo'la oladi. 4 bo'luvchisi bo'ladigan bo'lsa, minus 4 ham bo'luvchisi bo'la oladi. Butun bo'luvchilar